Bo'lmasam bugun sizlar bilan natural sonlarni ustida amallar birinchi darsimiz bo'ladi. Birinchi sonlar haqida gaplashamiz. To'g'rimi? Mansur Usmonovni matematika fanidan qo'llanmasi bilan shug'ullanamiz. Oliy o'quv yurtlariga kiruvchilar uchun darslik qo'llanma. Demak, biz matematika faniga kirishdan oldin albatta boshlang'ich tushunchalarni berib o'tamiz. Raqamlar, sonlar, shular haqida ma'lumot berib o'tamiz. To'g'rimi? Birinchi darsimiz shu bo'ladi. Xudo xolasa, keyin sonlar nazariyasi, natural son nima, butun son nima, kasr sonlar, ratsional va irratsional va hokazo sonlar haqida sizlar bilan gaplashamiz. Birinchi o'rinda demak biz hozir gaplashadigan mavzuyimiz son tushunchasi, son raqam. Son raqam. Hop. Ikkalasining farqi bor, son. Raqam deganda biz 0 dan boshlab 9 gacha bo'lgan nomerlarni tushunamiz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Demak, nechta raqam bor ekan? Raqam 10 ta. Qaysilarni siz bular 0 dan virgul qo'yib yozyapmiz. Mana shu 10 ta raqam bor. 10 ta raqam orqali istalgancha sonlar hosil qilish mumkin. Demak, sonlar cheksiz ko'p bo'ladi. Sonlar cheksiz ko'p. Cheksiz ko'p. Adadi yo'q. Manoncha degani 10 ta, 100 ta, millionta degan narsa yo'q. Lekin raqamda bor. 10 ta raqam orqali biz istalgancha sonlar hosil qilishimiz mumkin. Demak, cheksizlik belgisi mana bu cheksizlik belgisi. Cheksiz ko'p ya'ni. Endi sonlar sinflarga bo'linar ekan. Sonlar sinflarga bo'lib o'rganamiz. Sonlar sinflarga bo'linadi. Demak, men tablitsa ko'rinishida, ya'ni jadval ko'rinishida tushuntiraman. Jadval ko'rinishida sizga osonroq bo'lsin, tushunib olishingiz uchun sonlarni sinflari bilan xona birliklari bo'yicha tushuntiramiz. Birinchi, demak, sinflar qo'yapmiz. Sinflar. Demak, bu tarafdan kelaylik. Eng kichik sinf, demak, birlar sinfi. Birlar. Undan keyingi sinf minglar, keyin million, keyin milliard. Hozircha biz mana shu 4 ta sinf haqida gaplashamiz. Mana jadval ko'rinishida. Sinfda qarang. Birlar sinfi bor, minglar sinfi bor, million sinfi bor, milliard sinfi bor. Birlar sinfi hamma sinf o'zi birlar sinfi emas, hamma sinf 3 tadan xonasi bo'ladi. Birlar sinfida ham 3 ta xonasi bo'ladi, minglar sinfida ham, million sinfida ham, milliard sinfida ham. Biz 4 ta sinfga bo'lib o'rganyapmiz. Hozir milliardgacha o'rganyapmiz-da, o'zi undan keyin trillion, trilliard va hokazo davom etaveradi sonlari, lekin hozirgacha bizga kerakli bo'lgani 4 ta sinf sonlari haqida gaplashamiz. Demak, birlar sinfi, million, minglar, million, milliard. Mana shu sinfda sonlari biz misol yozamiz. Ko'pchilik kalkulyatorda son aytsa, 5 million 18 yozib bering desa, bankomatga kirib olib nomer yozmoqchi, son yozmoqchi bo'lsa, nechta 0 yozamiz va hokazo muammolar bo'ladi. O'rtag'iz yozib ber desa qiynalasiz. Endi shu muammolarga nima qilamiz? Barham beramiz-da. Endi bu darsimizdan keyin olinadigan foyda, siz istalgan ko'p xonali sonlarni yoza oladigan bo'lishingiz kerak. Endi shuni mashqini qilasizlar-da. Bitta son ayting, deb turib o'zingiz son aytasizda, keyin men shu sonni yozalamanmikan. Hayolingizga kelgan sonni aytib turib, qog'ozga yozib beradigan bo'lishingiz kerak.
mashq qilasizlar. Bo'ptimi? Demak, 4 ta sinf, 3 tadan xonasi bor. Xonani nomerini 1 10 100 deb yozib qo'yapman, mana. So'z bilan yozmayapman, mana. 1 10 100. 1 10 100. Nima degani? Birlar, o'nlar, yuzlar. Birlar, o'nlar, yuzlar. Tushunyapsizmi? Ha? Hammasida shunaqa xonasi bor. Sinflarda hamma xonalari bir xil. Birlar xonasi, o'nlar, yuzlar xonasi bo'ladi. Birlar, o'nlar, yuzlar. Tushunyapsiz? Demak, birlar, o'nlar, yuzlar. Xonalar. Mana ikki nima yozib qo'ying. Xonalari deb qo'yapmiz. To'g'rimi? Buni ham alohida tagiga chizib yozib qo'yaverayman. Alohida 3 tadan xona. Demak, alohida xona bo'lgani uchun alohida nima qilib qo'yapman? Bo'lib qo'yapman endi buni. Xo'p. Endi mana shu sinf xonalari bo'yicha, sinflari va xonalari bo'yicha son yozishni mashq qilaylik. Birlar sinfiga 0 dan boshlab 999 3 xonali sonning eng kattasi 999 shungacha bo'lgan sonlar kiraverar ekan. Tushunyapsizmi? 0 dan boshlab 999 gacha qaysi sinfga sonlar ekan? Masalan, hozir 500 mi, 987 deysizmi? Mana hammasini yozyapmiz. Bitta son aytdik, 3 xonali son aytdik. 9 nimani bildiradi? Yuzlar, 8 o'nlar xonasini bildiradi. Ya'ni 7 1. 7 ta 1i bor deysiz, 8 ta 10i bor deysiz, 9 ta nimasi bor deysiz. Tushunyapsizmi? 100i bor deysiz. Birlar, o'nlar, yuzlar. Ha? Endi 987 ni sinfi aytilinmaydi. Ya'ni birlar sinfida hech qachon sinfi qo'shib aytilinmaydi. 987 yozalasa hech qachon sizcha 3 xonali son yozganda qiynalmagansiz. 324 desa ham yozib bera olasiz. 3 2 4. Ha? 876 desa ham 8 7 6 yozaverasiz, to'g'rimi? Endi sizda ko'proq muammolar keyingi minglar sinfi yoki million yoki milliard sinflarga chiqadi. Bizda 3 xonali sonda sal e'tiborli o'quvchimiz xato qilishmaydi. To'g'rimi? Xato bo'lmaydi. Demak, bu sinf sonlarni yozishganda sizda muammo bo'lmaydi. Asosan muammolar keyingi nimalarda bo'ladi. Kiringlar. Kirib joylashib olaman tursin. Demak, minglar sinfini yozishni o'rganamiz. Masalan, minglar sinfi 5056 deylik. Hayolimizga kelgan sonda 5056. 5 dan keyin nima dedimmi? 1000 dedim, to'g'rimi? Sinfini nimasini aytdim? Nomini aytdim. 5000 dedim. Demak, minglar sinfini soni 56 dedim. Demak, 5 o'zi 5 dona birmi, masalan, ya'ni birlar xonasidagi 5000. Demak, bu 15000 emas, 105000 emas, ha? Ya'ni 5000 deganimda o'zi minglar sinfidagi son o'nlari yo'q, yuzlari yo'q. Tushunyapsizmi? Faqat nimasi bor? Birlar xonasi bor. Mendan boshlandi. Demak, o'z-o'zidan 5 dan keyin sinf yopildi. 5000 dedi. Demak, 4 xonali son aytilinyapti. 56 deyapti. 556 emas, 456 emas. Ya'ni yuzlar xonasi yo'q. Minglar sinfidan keyin qaysi son keladi? Qaysi sinf keladi? Birlar sinfi keladi. Birlar sinfini nimasi yo'q? Desa, yuzi yo'q. Yuzlar xonasi yo'q-da. 5000 deyapsiz. O'zi nechta son bo'lishi kerak? Birlar sinfida 3 ta bo'lishi kerak. Siz 56 deyapsiz-da, o'nlari bilan birlarini aytyapsiz, o'zi 3 ta aytish kerak-da orqasidan. Har bitta sinfda 3 tadan xonasi bor-ku. Bitta xona yo'q. Qaysi xona yo'q desiz? Yuzlar xonasi. To'g'rimi? Demak, yuzlar xonasi tashlab ketilyaptimi? Demak, yo'qmi o'sha? Biz matematikada yo'q narsani nima deymiz? 0 deymizmi? Demak, 0 qo'yib ketamiz. Mana 56 ni yozib qo'yamiz. Nima hosil bo'ldi? 5056. Tushunyapsizmi?
Buni mashq qilasizlar albatta, xudo xolasa. Bu namunada o'zingiz qayta ko'p xonali sonlarni yozishni mashq qilasizlar. Siz har bitta darsimizni yaxshi o'zlashtirish uchun albatta buni takrori, mashq qilish bilan bo'ladi. Keyin bir qiynalmaysiz, keyin esingizdan chiqmaydi. Ko'proq sonlar yozib, boshqa mavzularning misolini so'ramaymiz, faqat bugungilik mavzuyimizni vazifalarini so'raymiz sizlar bilan. Qayta shular ishlasangiz o'rganish oson bo'ladi. Kelinglar, endi milliondan boshlaylik, keyin bitta aytadi. Masalan, 23 million 876. Esda qoladimi? 23 million 876 ni yozaylik. Boshlaylik. Million sinfi mana 23 million. Ikkisi bor. Mana o'nlari bor, birlari bor, 20 bu o'nlik sonlar, ikkita o'nlik, uchta birlik bor. 23 dedimda men nima million deyapman. Sinfini yopdim. Million sinfi yopildi. Undan keyin qaysi sinf keladi? Minglar sinfidan birorta son aytmadim. Necha dedim? Necha dedim? 556. O'rtada qaysi sinf tushib qoldi? Minglar sinfi tushib qoldi. Va minglar sinfi tushib qoldi. Hammasi tushib qoldi. Ya'ni uchala xonasi ham tushib qoldi. Yuzlari ham, o'nlari ham, birlari ham tushib qoldi. Tashlab yuboramiz. Bo'lardimi? Tashlab yuborishga nima bo'ladi? 0 beramiz-da. Uchalasiga, demak, yuzlariga ham, o'nlariga ham, birlariga 0 beramiz. 556. Demak, o'z-o'zidan 3 xonali keyingi sinfga o'tib ketib bo'ldi. Minglar sinfini aytmadim, 556 uchun yozdim. 556. Hop. Yana bitta son aytamiz. Masalan, siz ayting, men yozayim. Mubinaxon. Ibrohimjon son ayting. 25 million. Xo'p, mana qarang, 20 qolganini keyin aytaverasam, xohlaganingiz. Men 25 million deganimda millionni demak 25 yozalamanmi qo'rqmasdan? Mana 25 deganlarni 25 deyman. 25 deb turib milliarddan devorishlari mumkin-da bu. Ben millionligini bilib qoldim. Hozir jadvalga joylashtiryapman. Jadval bo'lmasa ham yozalamiz, shuni mashqini qilamiz, xudo xolasa. Master class qilamiz, bitta chiqib o'zlaringizdan son yozasizlar, xudo xolasa. 25 millionlarda 2 devordilar masalan. Necha demoqchi edingiz? Aytaman. 397. Mana 25 milliondan keyin 397 desalar nima qilaman? Minglar sinfiga nima berib ketaman yana? Minglar sinfi yo'q, o'rtadan bitta sinf tashab ketdilar-da. Ibrohimjon bitta sinf tashab ketdilar. Demak 3 ta 0 berib yuboraman uchala xonasiga. Demak mana 0 0 0. Necha dedingiz oxirida? 397 deysalar, 397 ni yozib qo'yamiz. Milliardga ayting. Muhammad Yusuf milliard bilan boshlab bitta son ayting. Qancha plyus bo'lsin? Necha milliard pul bo'lsin sizda? 37 milliard. Hop, mana milliard sinfida qarang, hozir qaysi xonasi yo'q? Yuzlab xonasi yo'q. O'nlari bilan nimasi bor? Birlari bor, 3 ta o'nlik, 7 ta birligi bor. Milliard sinfini sonini aytdilar. Mana 37 milliard. Laxtilari ham bo'lsinmi, millioni yo minglari yo birlar sinfida birorta son bo'lsin, 37 milliard necha soni bo'lsin? Davomini aytingchi. 37 milliard 500 million bo'lsinmi? Necha bo'lsin? 600 million. 600 million. Demak, keyingi demak milliarddan keyin 6 ta yuzi bor ekan, yuzlab xonasi tashab ketmaymiz, Mana 600 ni yozaveramiz, qo'rqmay, million yopilyapti. O'zi 3 ta raqam bilan, 3 ta son bilan yopiladi mana. 600 million. Bu ag'aga nima aytganlar, kutdik. 487 ming dirmikanlar, 590 ming dirmikanlar desa aytmadilar-da. Demak, yopilib bo'ldi, sonimiz yopildi. Ya'ni 37 milliard 600 million deyishadi. 600 milliondan keyin ag'ida qaysi sinf bor? Milliondan keyingi sinflar. Minglar bilan birlar. Aytishmadimi? Hamma xonasi 0 ekan. Minglar xonasida ham, minglar sinfini ham 3 ta xonasi 0, 3 ta 0,
birlar xonasida ham, birlar sinfida ham har bitta xonasi 0, demak, yana 3 ta 0, jami 6 ta 0 yozyapmiz. Mana 37 milliard mana shu sonimiz hosil bo'ldi. Tushunarlimi? Bu bo'yicha sizlar mana bu sinf xonalari, ya'ni sinflar va xonalar bo'yicha, sinf xonalari bo'yicha sonlarni yozishni mashq qilasizlar albatta. Uyga borib. Men albatta so'rayman o'zlaringga 1 minut, 2 minut, 2 minut doskaga chiqarib bitta ikkita sonni yozdirib, o'zlaringni ham syomka qilib, qizlar alohida bo'lsa tashlab berishmasin. Siz alohida lichkaga ham tashlab beraveramiz o'g'il bolalarni. O'zlariga, ota-onalari uchun qiziq bo'ladi albatta. Faqat qisqaroq qilib, 1 minut, 2-3 minutlik qilib, siz uyga vazifani qay darajada tayyorlab turganingizni ota-onangiz bilishi uchun videorolik tayyorlaymizda, mana imtihon olyapmiz, o'tilgan mavzu yuzasidan, mana bunaqangi darajada o'zlashtira olyaptilar, rezultat bo'lyapti yo bo'lmayapti. Jo'natmay qo'yavering yoki mana foydasi bor deb ayta olamizda. Biz ham sizlarga maqsad qilib va ta'lim berishni maqsad qilganimizdan keyin buni natijasi bo'lmasa bo'lmaydi-da. Sizlar kelib maqsadlaring, vazifa qilmasalaring yana bo'lmaydi. Shuning uchun mana bularni sizlar albatta mashq qilasizlar. Demak, sinflar 4 ta sinfni ajrayotgan, har bittasi 3 tadan xonasi bor ekan. Xonasi aytilinmasa o'rniga 0 berib ketamiz ekan, sonlarni o'qish, yozishlarni mashq qilamiz. Xo'pmi? Endi o'chirib tashlaymizda nima qilamiz? Misol aytishga o'tamiz. Bu xonali sonlarni qo'shishga. Ketdi. Natural sonlar ustida amallar, demak, Usmonov kitobini demak birinchi boshidan boshlayapmiz. Sonlar bilan tanishib oldik. Demak, natural sonlar. Demak, qaysi sonlar bilan gaplashamiz ekan? Natural sonlar ustida amallar bajaramiz ekan. Qanday sonlar natural sonlar deyiladi? Demak, birinchi sonlarimizni o'ziga ta'rif beramiz. Demak, ta'rif shundan iborat bo'ladiki, natural sonlar sanashda foydalaniladigan, sanoqda ishlatiladigan sonlar. Demak, ta'rif quyidagicha bo'lyapti. Ta'rif berdik, mana. Ta'rif. Natural sonlar deb nima? Sanoqda ishlatiladigan sonlar. Natural sonlar sanoqda ishlatiladigan sonlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 deb sanaymiz va 0 dan boshlamaymiz. Demak, 0 kirmaydi. Minusli sonlar aytmaymiz, 2 dan 1 demaymiz sanab turganda. Narsalarni butunligicha sanaladi. 1 ta, 2 ta, 3 ta deb sanaymiz. O'sha 1, 2, 3 lar qanaqa sonlar? Natural sonlar. Ular kichigi, eng kichigi 1, eng kattasi mavjud emas deymiz. Sababi eng katta natural sonni ayting, milliardni necha desiz ham unga 1 qo'shib qo'ysiz, undan keyingi natural son hosil bo'ladi. Tushunyapsizmi? Natural sonlarni n harfi bilan belgilaymiz. N harfi bilan belgilaymiz. Bu n nima degani ekan? Natural sonlar degani ekan. Bundan keyin biz belgilashga kirib ketsak, n haqida gap borsa, demak, natural son haqida gap ketyapti deb o'ylaymiz. N tegishli 1, 2, 3, 4, 5 hokazo. N deb qo'yibman, oxirgi natural son. Eng kichigi qaysi bo'lar ekan? Eng kichigi 1 bo'lar ekan. Eng kichigi 1. Eng kattasi
kattasi mavjud emas deb qo'yamiz. Bizni ichimizda eng kattamiz bor. Shu yerda turibman. Sizlardan yoshim kattaroq. Agar men insoniyatning eng yoshi kattasiman desam, hozir u xato bo'ladi. Mendan yoshi kattalar bor. Hozirgi kunda, tushunyapsizmi? Mavjud narsa-da u. Kimdir 100 ga kirgan bo'lsa ham mavjud. Mendan kattasi bor. Lekin sonlarda ichida, natural sonlar ichida eng kattasi mana son bo'ladi desam, unga bir qo'shib qo'ysangiz, undan kattasi hosil bo'laveradi. Undan ham kattasini topsangiz ham, unga ham bir qo'shib qo'ysangiz, yana ham kattasi hosil bo'laveradi. Tugamas ekan. Indan keyin ketaveradi. Yana davom etaveradi. Uning oxiri yo'q. Shuning uchun mavjud emas deyapmiz. Xohlagan soningizni ham aytaversa ekanda, men unga bir qo'shing deyman, undan kattasi hosil bo'ladimi? Demak, kattasi haqida mana bu deyapmiz ekansiz. Nol haqida juda o'quvchilarimiz o'rtasida ixtilof yuradi. Nol devorishadi. Eng kichik son necha desa ham nol devorishadi. Masalan, eng kichik son desak ham unga to'liq ta'rif bersangiz, eng kichik son ham mavjud emas-da. Nol u eng kichik son bo'lmaydi. Hali butun sonlar haqida ham gaplashamiz. O'sha butun sonlar mavzusini o'tganimizda nolga to'xtaymiz yana. Hozircha natural son emasligini bilib turaylik. Kelgusida hali nolga naturaldan keyingi sonlar, ya'ni butun musbat, manfiy sonlar tushunchasi haqida gaplashganimizda alohida nolga yana to'xtaymiz. Eng kichik sonlarga ham to'xtaymiz. Sonlarni bitta-bitta etap-etap ozgina tushuntirib borsak osonroq bo'ladi. Hozir hamma sonlarni bu kunda faqat berib qo'ysam, hammasini shakarab qo'yadilar. Tushunmay qolasizlar. Tushunyapsizmi? Eng kattasi mavjud emas. 0 nima deydi? 0 qalchida yozib qo'ying. 0 deb yozib qo'ying. Natural emas deb qo'ying. Hozir bilib olinglar, natural songa qo'shmaysizlar. Endi qaranglar-da. Sonlarga ismlar qo'yiladi. Masalan, mana uni ko'rib siz buni ismi nima deysiz? Maktabda ismi bor, 1 deysiz. Ikkini ko'rsatsam nima deysiz? 2 deysiz. Ismi bor-da hammasini, 3ni ko'rib 3 deysiz. O'rgatiladi-da. Boshlanma sinfda 1, bu 2. Bugun sizlar bilan 3 raqami to'g'risida tanishamiz deyiladi. 3 ta o'rganamiz, 4 ta o'rganamiz. Ilm o'zi sekin igna bilan quduq qazigan kabi ozgina o'zlashtirib, bekorga matematika darslari 1-sinfdan kirmaydi-da. Hozir sizda ancha bilim bor-da. Sizga buni ko'rsatib necha desa 2 deysiz. Yoniga 0 qo'yib qo'ysak, nima deysiz? 20 deysiz. Tanishgansiz-da. Siz bu haqida ma'lumot olgansiz, bilimlisiz, aqllisiz. Hozirgi kunda sizda ilm bor. Chunki buni chizma 20 deganimda borib, mana bu narsa sizda tasavvuri shakllanadi. 20 desam borib, yo asfaltdan soriqletdan o'tib ketib turgan hozir avtobusning nomeri ko'rinadi, chizmasi, burchagiga yozib qo'ygani, shakllarigacha 2 0 qizil harflar bilanmi yozilgan tasavvuringizga keladi, chizmasi hosil bo'ladi. Sizda ilm bor bu to'g'risida. 100 ni ham tushunasiz. Siz bilmaydigan sonni aytsam, endi tasavvur qilasiz. Hozir mana million, milliardlarni ham tushunasizlar-ku, lekin undan ag'idagi sonlarni biz tasavvurimizga sig'maydigan sonlar bor, mavhum sonlar bor, kompleks sonlar bor. Biz ularni aytsalaringni ham yo eshitsak ham biz nima qilmaymiz? Tushunmasligimiz mumkin, bizni tasavvurimizga sig'maydigan. Biz matematika kursimizda elementar matematika bo'ladi. Bizda faqat haqiqiy sonlar haqida gaplashamiz. Real, haqiqiy o'sha sonlar mavjud.
ko'zimiz bilan ko'ra olamiz, yoza olamiz, eshita olamiz. Mana shu sonlar his qila olamizda endi shu sonlar. Birga yashaymizda, keyin shu matematika olamiga kirib olgan bo'lamiz. Siz o eshikni ochib bizni xonamizga kirganingiz bilan matematik bo'lib ketolmaysiz. Ro'paramizda o'tirganingiz bilan ham matematik bo'lib ketolmaysiz. Bizni onlayn video zapsimizni eshitganingiz bilan ham siz matematik bo'lib ketolmaysiz. Siz qachon matematikani yaxshi o'rganasiz? Ichiga kirib borasiz, eshiklarini ochib, u olam alohida bitta olam. İngliz tili bu alohida olamda, ona tili boshqa, fizika bor. Bizni eshiklarimizni ochib, biz bilan bitta muhit, bitta atmosferada his qilib o'tirib, 20 deganimizda 20 bo'lsangiz, 100 deganimizda 100 bo'lsangiz, siz o'sha sonlarni ichingizdan nima bo'lyapti, minus deganimizda sizga nima kelyapti, oldiga, tasavvuringizga nima kelyapti, shularni sekin o'rgansiz, o'shanda matematika bo'lasiz. Ko'rko'rona tomosha qilib, domlanib, lentalar o'taveradi, plastinka aylanaveradi, lekin aqlimiz ishlamasa, biz uni his qilmasak, biz o'rganolmaymiz. Demak, shu muhitga tushishimiz kerak. Sonlarni hammasini tasavvur qilyapmizmi? 20, 30, 100 bu hammasi natural son bo'laveradi. Natural sonlarni qo'shish. Endi qarang. Birinchi sizlar bilan birinchi sinfda o'rganganimiz 10 ga to'ldiruvchi sonlar bor, qo'shish qulaylar. Masalan, 1 ga nechini qo'shsak 10 bo'ladi? 9 ni qo'shsak 10 bo'ladi. 2 gachi? 2 ga 8 qo'shamiz. Nechi bo'ladi? 10 bo'ladi. 3 ga nechi qo'shsak 10 bo'ladi? 7. 4 ga 6. 5 ga 5. Mana bu 10 ga to'ldiruvchi sonlar bu. Biz qo'shganda 2 ga 8 ni qo'shsak 10 bo'ladi deb olamizmi? Qolganini keyinroq hisoblaymiz yoki oldin nimasini ko'ramiz? 10 ga to'ldiruvchilarni olamiz. 10 boshqa, 10lik boshqa. Ya'ni 10liklarga nimalar kiradi? 20, 30, 40, 50, 60, 70. 10likka ham to'ldiruvchi sonlar bo'ladi. Oxiri agar 10 ga to'ldirsa, o'zi 10likka to'ldiraveradi. Tushunyapsizmi? 100likka to'ldiradi yoki 1000likka to'ldirishadi. Ba'zi. Bo'ptimi? Xo'p, bo'lmasa mana bu 27 minus 39, endi men o'chirib tashlayman-da buni. O'chirib tashlab turib, nima qilaman? Yozaman. Yig'indini hisoblayman. Ikki xonali sonlarni qo'shish tayma-tay ketma-ketlikda bajarsangiz ham bo'laveradi. Qulay usuli bor. Hali 10likka to'ldiruvchi sonlarni guruhlab olsangiz ham bo'laveradi. Mana 7 bilan tugagan songa 3 bilan tugagan son mana. Mana shu ikkalasini nima qilib olsak bo'laveradi? Guruhlab olsak bo'laveradi. 27 ga 13. Yana nechi bilan nechi? 39 ga 11. Mana 39 ga 11. Ana shu ikkalasini mana guruhlab turib qo'shsak, demak natijaga erisha olamiz. Birinchisining javobi nechi bo'ladi? Birinchi qavsimiz-chi 40 bo'ladi, ikkinchi qavsimiz-chi 50. Javob nechi bo'ladi? 90 bo'ladi. Oddiy hisoblashimiz, agar biz bu misollarni guruhlashga qiynaladigan bo'lsak, ketma-ketlik saqlangan holatda ikkinchi usul taqdim etamiz. Tayma-tay qo'shishlarni ham bilib olishimiz uchun dastlab bu tayma-tay qo'shib, ayirib, noldan boshlab hisoblamoqchi bo'lgan o'quvchilarimiz uchun ikkinchi usulni ham biz sizga ko'rsatib beramiz. Ketma-ketlik saqlangan holatda tartib bilan, demak, birinchi ish boshlayapmiz. 27 ni 39 ga qo'shyapmiz. Demak, birlar xonasini tegi birlar xonasi, o'nlar xonasidagi o'nlar xonasi tagma-tag katay daftaringizda har bitta kataydan to'g'ri foydalanib, qiyshiq bo'lmasdan, noto'g'ri, notekis foydalanmaysiz. To'g'ri, vertikal holatda tik tushsin. Bo'lmasa o'zingiz ham adashib ketib qolasiz keyin. To'g'ri hisoblaganingiz bilan to'g'ri tayma-tag yozmasangiz, bu hozir ikki xonali sonlarda bunaqa muammo bo'lmaydi-yu. Hali ko'p xonali sonni yozib olishadi, ba'zi kataylardan unumli foydalanishmaydi.
joydan ekonom qilaman deyishadimi yo boshqa narsadan foyda qilaman deyishadimi, xullas oxiri javobdan xato qilishadi. O'shanaqa bo'lmasligi uchun to'g'ri yozishimiz. 7 ga 9 ni qo'shsak 16, 16 bir yodda. Bir yodda deb ketaveramiz. Bir yodda deganda o'sha birimiz nima bitta o'nlik bo'ladi hozir. Ba'zida bitta o'nlik, ba'zida bitta yuzlik, ba'zida bitta minglik ham bo'laveradi. Shu bir deganimizda shu birligini olaveramiz ekanda. U 10 ham, 100 ham, 1000 ham, million ham bo'lishi mumkin. 7 ga 9 16 ni 6si bir yodda, 2 ga 3 5. Bir yodda bilan necha qilamiz? 6 qilamiz. 66 bo'ldimi? Ikkinchi ishimiz nima ekan? 66 ni nechaga qo'shamiz? 13 ga qo'shyapmiz. 3 ga 6 9, 6 ga 1 7. Uchinchi ishimiz bo'ladi. 79 ni qo'shamiz nechaga? 11 ga. 9 ga 1, 10 ni 0 bir yodda, 7 ga 1 8, bir yodda bilan 9. Mana 90 javobi ikkinchi usulda ham chiqdi. Bo'ptimi? Yana bitta misol ko'ryapmiz. Qaysi misol? 5 taligidan 5-misolni ko'rsatib bering. O'sha birinchi misol 5-chi. 29 qo'shamiz 87, qo'shamiz 21, qo'shamiz 51, qo'shamiz 13. Demak, guruhlab olaylik. 29 ga nechini guruhlab olamiz? 9 bilan tugagan songa. Xolasiz 21, xolasiz 51. Farqi yo'q, ha? Birinchi 21 ni oldim. 7 bilan tugagan songa-chi? 3 bilan tugagan sonda. Hop, bitta ortib qolar ekan, sababi 5 ta ekanda qo'shiluvchilar soni. 29 ga 21 ni guruhlab olyapman. 50. Ha? Plus ikkinchi guruhimiz 87 ga qo'shyapman nechini? 13 ni. Ikkinchi guruhimiz, uchinchisida ortib qolyapti nima? 51 da sherigi yo'q ekan. Alohida o'zi qo'shiluvchi bo'lib kelaveradi. Barobar buni qavsdacha 29 21 ga qo'shsak, 50 bo'lyapti. Plus 87 ga 13 100 qo'shamiz 51. Javob necha bilan 50 bilan 51 da qo'shsak 101 mi? 201. Qanday mana. Tushunyapsiz? Demak, taymatga qo'shish mana shu usulda xuddi hozir guruhlashimiz kabi javobi bir xil chiqaveradi. Taymatga bajarsiz. Sizlarga men taymatga usulini buguncha ko'rsatmayman. Yangi darsimizda ham ba'zi bir o'quvchilarimiz kelib qo'shilib qolsalar, alohida yana bitta to'xtaymiz. Sizlar hozir tushunyapsizlar, Mesela ko'p xonali sonlarda ikkinchi misoldan ham bitta yarimtasini taymatga hisoblashni o'rgataman. Demak, bugun birinchi darsimiz bo'lgani uchun sizlar bilan juda ko'p nima qilmayman boshlanishiga, chunki vazifalarimiz hozir ko'p xonali sonlarda yozishni mashq qilamiz. Sonlarni sinflarga bo'lib, bir 20 ta, 30 ta har xil xonali sinf xonali sonlarda sizlar yozib kelasizlar.